Я понимаю, я вас понимаю. Вы, наверное, недовольны выступлением Адильхона, но есть веская причина. Вчера на Face to Face во время небольшой драки Дамир повредил ему глаз. Но он, как мужчина, решил не сниматься с этого боя и выйти показать шоу. Давайте за это ему похлопаем. Это настоящий воин. Hammaga rahmat kattakon. Shunchalik qo'llab, quvvatlab, oddiy bir qishloqni bolasini kommentariyalarida Odilxon deb hamma zo'r yozib, конечно, o'sha odamlar hozir mendan xafa, umidlari puchga chiqdi. Lekin yutishni bilgan odam yutqazishi ham bilish kerak. Men sizlarga va'da berib aytamanki, va'dalarim ustidan chiqqanman. Qo'limdan ko'p narsa kelishini ko'p bor isbotlaganman. Damirchik malades, bugun uni kuni ekan. Unga ham haterlik qilib, negativ yozib o'tirmanglar. Ko'proq mehnat qilgan ekan yoki bizdir, qaysidir ishimiz Xudoga yoqmagan ekan. Mayli endi. Bunisi ham bir sinov. Men va'da beraman, kuchli bo'lib qaytaman. Sulton bilan, Oktagon bilan kelishganmiz. Har 2 oyda bir o'sha tez jang o'tkazishni iltimos qilganman va buni soglasiy qilgan. Eslab qolinglar. Keyingisi Xudo xolisa g'alaba bo'ladi va sizlarni xursand qilishda davom etaman. Meni kechiringlar. Адильхон Трамплин Камолов!